Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ishlarimiz ketyapti. Yangi tongga biz ertalabda 26-chislab adashmasam 09-25-yil. Ishlarimiz 2000 ta ishlarimiz Xudo xolasa jo'natishga harakat qilyapmiz. Bugun ertalabda ish boshladik. Mana ishlarimiz a'lo darajada qurib qolgan. Mana ishlarimiz holati zo'rligida mana mayda foychalari bor. Gazabloyimiz. Xizmat vazifamizni boshladik. Ertalabda mana Xudo xolasa tong otgan. Ish avjida, Xudo xolasa hamma qishga tomni yopib oladi, devorni urib oladigan joylari bor. Shunga mana sushilka bizdan mana qaranglar. Suvlar oqayapti. Mana ishlarimiz quriyapti. Xudo xolasa behijolat. Kimga zarar bo'ladigan bo'lsa shunaqa gazabloylarimiz. Ekranda telefon nomeri qoldirib qo'yaman. Xudo xolasa behijolat telefon qilib so'raverasizlar. Farg'ona bo'ylab ishlarimiz dastavkasi bilan 18 ming so'm, o'zini narxi 17 ming so'm joyida. Xudo xolasa aytgan vaqtga, aytgan joylaringga vaqtida yetkazib berishga harakat qilamiz. Hozir endi salqin tushayotgan hisobiga ko'p joylarda haligi mini sexlar to'xtaydi. Sushilkasi bor, avtomat reskasi bor sexlar ish faoliyatini to'xtatmaydi. Bizda shunaqa holat. Xudo xolasa qishda ham to'xtatmaymiz. Kimga zarar bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda telefon nomerimizni qoldirib qo'yamiz. Hammalarga katta rahmat.